Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boruvchi do'stlar, Valovoy sersani sindirib oldik. Bitta narsani ko'rsataman. Bu gilos Royal Tiago. Yaqin 10 kun ichida xudo xolasa pishadi. Kalibri 30-32 ga chiqadi. Korobkaga 105 ming, 110 ming o'tkayli sotilgan bu. Quvasoydan gapiryapmiz mana. Mevalarini 100% ga ushagan. Endi mana qolgan tuplarini ham ko'rsating degan YouTube'da ko'p fikrlarni qoldirasizlar mana. Qolgan tuplarida meva mana. Bunday mevada mana. Hatlarni ham yaqindan ko'rsatib qo'ydik. Endi bundan bug'aga yangi sortlarga o'tish kerak. Kalibri yirik giloslarga o'tish kerak. Buni ham sizlarga ko'rsatamiz. Eng ertaki sorti shu bo'ladi. Bundan yana boshqa etap yangi Ispaniyani, Amerikani sortlari kirib kelgan. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Boq qilaman degan aka-ukalarga tavsiya qilib qolamiz. Buni mevani qaranglar, endi hammasini ko'rsatish qo'ya deyapmiz sizlarga. 5 ga 3 sxemada gilos bog' ekilgan. Gektariga 666 ta dona ko'chat ketadi. Ko'chatimiz 30 ming nola shu gilosdan payvand qildik. Royal Tiagadan zakaz berib, hozirdanoq zakaz bermasalar ertaga tugab qolishi mumkin. Bemalol bog'lanishlari mumkin. Agrovodiy uchun maxsus olinayotgan video. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Gilos bog' qilaman degan tanishlarga tashab qo'yinglar. Mana gilos bog'.